yanmağımını maçırılan. Davamı, haberimizin davamı. Bu fakat Amerika'nın mörüsüge urup koyuş tilli ibaret kılas. Amerika 2. kıtem, hatta 3. kıtem kattıkmış atıdı. Buna degen ras oldu. Başta dedi ki Prezident Trump azı 100 milyar dolar kayta baş koyuşunu taksildi. Marına degen maşe yok, ona degen ras oldu. Amerika 2. kıtem, hatta 3. kıtemmiş atıdı. Ondaqda Jungo Prezident Trump'ның saylan bileti mənbiyi Amerika'nın yezigilik məsulatları özüp taşlaş, import qilishni cheklash shaklida tadbir qo'llanishimi ondaq o'ng'ay emas. Bazarni, kechiringlar, Pajarni atrat boshlig'i deb atalgan Wang Qishanga kelsak, o Jungo diplomatiyasiga mas'ul bo'ladigan ish bo'lsa, vaziyatga o'zgarish elib kelalamdi deb qo'yilgan savolga Sheyinxon javob berib bundaq ko'rsatdi. Wang Qishan iqtisod ishlari muavin vaziri bo'lib, jalliq harakat qilgan 2000-yillarning oxirgi yillarida vaziyat bilan hozirgi vaziyat topdan o'xshamaydi. Hozir siz duch keladigan kishi Prezident Trump. Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton qatorliq sizlar hech qachon duch kelib boqmagan qattiq qo'lladi. Sheyinxon mundaq ko'rsatdi. Jungo diplomatiyasi Xi Jinping vazifa o'tagan birinchi mezgilda haqiqatan kuch bilan harakat qildi. G'arbiy Tinch okean va Hind okeanida dengiz armiya kuchlarini kuchaytirdi. Koreyaning Jungo bilan Amerika o'rtasida betaraf turishi uchun Yaponiya Jungo tarafga tortib kelish uchun strategik harakat qo'llandi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida Prezident Trumpning prezident bo'lib saylanib o'tirg'i chiqishi Jungoga foydasizdir. Sheyinxon mundaq hisobladi. Prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin Jungo Amerika o'rtasida strategik farqlar zorayib ketdi. Aslida kuchni tinchlik ichida ishga oshirish sho'ri ostida tatliq uyquda uxlayotgan Amerika hozir uyg'ondi. 1941 yili 7-oyning 12-oyning 7 kuni Pearl Harborga Yaponiya hujum qilganda Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati qandoq uyg'ongan bo'lsa, o'xshashqa bo'ladiki, bugun Amerika Qo'shma Shtatlari shunday uyg'on. Amerika yangidan omadga yasadi. Raketa sinoqlarini qaytadan qo'zg'atdi. F-35 qatorliq yangi bir avlod ko'langi belgilik aeroplanlarni rasmiy o'rinlashtirishga boshladi. Savdo va strategik raqobat ikki tarafdan. Amerika Jungo shu darajada ziddiyatlik va raqobatchilik sarguzashtlarini boshdan kechiryapti. Bu o'tmishda hech qachon yuz bermagan ishdir. Prezident Trumpning yanada bu qatimqi savdo urushini planlagan yadrolik personaj qattiq qo'l Amerikaning savdo vakili Robert Lighthizer. Növbətdə Prezident Trump jakarlagan Jungodan import qilingan tovar mallarga 60 milyard, bir sanda 60 milyard deyilib otdi, bir sanda 50 milyard deyilib otdi. Men shundaq elili verdim vatandaşım. Dollar öp görüsüdü bazı qo'yish qarar qanoat hosil qilmaydi. Lighthizer bundan qanoat hosil qilmaydi. New York Vaqt gazetining xabariga asoslanib fikr qilsak, Lighthizer haqiqiy zarba beradigan soha 2025-yil Jungoda yasaldi plani bo'yicha Jungoning yuqori texnikalik mahsulotlarini ishlab chiqaradigan sanoat sohasidir. Yana bir xabar vatandoshim, Amerika Jungo savdo urushi borgan sari keskinlashdi. Bu Prezident Trump yaqinda biz savdo urushi demadik degan edi. Biroq motor betlarda savdo urushi deyilayotganlik uchun men buni savdo urushi deb oldim. Meni kechiringlar vatandoshlar. Amerika Jungo savdo urushi borgan sari keskinlashdi. Amerika zarba beradigan Jungoning 3 cho'ng urush maydoni oshkor bo'ldi.
Mavzulu xabar 4 ayının 3 günü Doviyet'te ağır bitidi ilan kılın. Xabar mındak başlandı. Amerika Cungu Soğudu uğraşı barğan sürü keskilleşti. Ondaqda Amerika ucum kılılgan Cungu'nun Soğudu uğraşı meydalları qaysı halaga berip tutuşudu. 2018 yılı 3 ayının 22 günü 301 madde boyunca Cungu'nu tekşürüş dokulatı oturğu çıkkandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump Amerika 301 madde boyunca tekşürüş hareketinin prezident eslatmasiga imzo qo'ydi. Endi prezident Trump imzo qo'ygan Cungu'nun iqtisodiy tajovuzchilikka qartilgan prezident eslatmasi nutqi so'zladi. Hem prezident Trump imzo qo'yib bo'lib, prezident Trump imzo qo'ygan Cungu'nun iqtisodiy tajovuzchilikka qartilgan prezident Trump imzo qo'ygan Cungu'nun iqtisodiy tajovuzchilikka qartilgan prezident eslatmasi nutqi so'zladi. Prezident Trump bu nutqida iqtisodiy tajovuzchi degan siyosiy hukmni tilga oldi. Amerika Qo'shma Shtatlarının muavin prezidenti Pence bu harakat Amerikaning iqtisod taslimchiligi davrining oxirlashganligidan derak beradi deb ko'rsatdi. Prezident Trump Cungu'dan import qilingan mallarga 60 milliard dollar o'pcho'risida 25% baj qo'ydiganligini o'ttirg'a qo'yib, hamda Cungu'ning savdo qizil raqamini 100 milliard dollar atrofiga tushirishni talab qildi. Cungu Amerika urushi partlaydigan, ya'ni savdo urushi partlaydigan holga keldi. Ondaqda prezident Trump hukumati qaysi iqtisod urushi maydonini tanlab oladi, qandaq tanlashni yo'lga qo'yadi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshlar.